13 noyabr 2025 yil soat 19. Oh-da, mening yurtim telekanalida efirga uzatiladigan Iffat serialining 30 qismi yana tomoshabinlar qalbini larzaga solishga tayyor. Bu safar voqealar markazida sadoqat va muhabbat sinovlari turibdi. Kamron va Shirinning hayoti tobora murakkablashib, ularning har bir qadami yurakni ezadigan qarorlar va kutilmagan sinovlarga boy. Haqiqiy muhabbat qanchalik kuchli degan savol har bir kadrda o'z javobini topishga urinadi. Iffat seriali nafaqat hissiyotlarga to'la sahnalar bilan, balki chuqur hayotiy ma'nosi, insoniylik va vijdon haqida o'ylantiruvchi hikoyasi bilan ham tomoshabinni o'ziga rom etadi. Aktyorlarning mahoratli ijrosi, har bir epizoddagi samimiylik va real his-tuyg'ular filmning jozibasini yanada oshiradi. Ayniqsa, Kamron obrazining ichki kurashi va Shirinning pok qalbi bu qismda asosiy diqqat markazida. Ssenariyning ravonligi, tasviriy yechimlarning nafisligi va musiqaning ruhiy ta'siri Iffatni boshqa ko'plab seriallardan ajratib turadi. Ushbu qismda tomoshabin sadoqatning asl qiymatini, muhabbatning sinovdan o'tgan kuchini va insoniy o'rning nechog'li muhimligini his etadi. Har bir sahna hayotning o'zidan olingan. Har bir dialog yurakdan chiqib yurakka yetib boradi. Iffat serialining 34 qismi tomoshabinga nafaqat dramatik kechinmalar, balki umid, mehr va insoniylik haqida o'ylash imkonini beradi.